Salam azizlar, bugün ailede ötül to'xtatish retseptini o'rgatib qo'yay. Chamg'oninki ichini aqlab keyin, adalib keyin bu qo'ngaya. Buningga ailede ishlatadigan qarishga muvofiq miqdor to'kimiz. To'kib bo'lgandan keyin buning og'zini etib, bir tal qachiq silib, buning ustini yipib, bir kun qo'yib qo'ysak, suv chiqadi. Suyni ichib olsak, ko'tal to'xtaydi. Undan keyin muvofiq miqdorda chilan, alqat, oqmor, asal, neshbut bularni mush qaynagan suvga silib, yarım soatdan 1 soatgacha qaynatamiz. Qaynatib bo'lgandan keyin buni oil ichib olsak, har qanday o'tal bo'lsa, ichsam manfaat qiladi. Bu qaynagandan keyin asalni aralashtiramiz.